Uzun PHP dersiga 35-ci qism MyCircle qo'llanishchan program o'rnatish yig'izib. Darslikning asosiy mazmuni ODBC deganimiz qo'llanishchan programma o'rnatish yig'izi API ning bir xil hisoblanadi. API degan Application Programming Interface ning qisqartirilmasi bo'lib, biz bu orqali boshqa xildagi sandallardan uchur o'qiy olamiz. Masalan, MS Access sandaldan uchur o'qishqin bo'ldi. Mayada MS Access sandan qurishning maqadam bosqichlarini qisqacha tunishtirib o'tsak, birinchi kontrol taxtasini boshqarish qurolini ochamiz. Uningdan sonliq uchur manbasi ODBC belgisini bosamiz. Sistema DNS tanlanma kartasini tanlaymiz. Oxirida sistema DNS tanlanma kartasidan qo'shiq ko'nikmasini tanlab, Microsoft Access Driver'ni tanlab tamomlashni bosamiz. Keyingi ko'rinmamizda tanlashni besib, sandan tanlash, bu sandan uchun sonliq uchur manba nomi DNSni tanlash qatorliqlarni tanlab bo'lgandan keyin oxirida jazmlash ko'nikmasini bosamiz. Demak, mushkil qadam bosqichlar orqali bu ODBC'niki MS Access sandan qurishniki qadam bosqichini tamomlag'ili bo'ladi. Bu mashg'ulot hamda program tuzishdagi bir qadar yuqori darajadagi saviya talab qilgan mashg'ulot o'g'ashqa buningki tafsiliy mashg'ulot jarayonini bu yerda so'zlamadik. Izlanuvchilar uchun ulgu misolda shu ODBC ga masaldagi qisqacha bir shu PHP kodini berdik. Bu kodni tafsiliy ko'rib, selishtirib o'rgansak bo'ladi.